Skrechda heyt bilan shou bor. Uning vazifasi shundan iboratki, mana shu yerdagi sprayt, ya'ni personaj bo'ladi. O'shani yashiradi. Heyt desa yoshiradi, shou bo'lsa, demak ko'rsatadi. O'zi doim shou holatda to'xtaydi, ya'ni ko'ringan holatda turadi. Mushukcha bor, o'shani heyt bo'lsa, o'sha mushukchani yoshiradi. Bu yerda uchburchak chizganini ko'rsatadi. Misol uchun shu yerda bo'lsa, mana uchburchak chizayotganda mana bundoq yuriydi. 100 qadam. 120 gradusga buriladi. 120 gradusga burilganda mana 120 gradus beradi mana. Tashqi 120 gradus mana buriladi, bu yoqqa keladi. Yana 120 gradusga buriladi soat strelkasi bo'yicha. Mana 120 gradus beradi. 120 gradus. Keladi bu yoqqa. Yana bu 120 gradusga buriladi. Yana mana bu yoqqa ikkinchi marta. Mana bu mana 120 gradus burilib bu yoqqa harakatlanadi. Mana shuni ustida 2 marta yuriydi mana. 1, 2, 3, 4. Mana 1, 2, 3 va 4 marta takrorlanadi. Mana shu tarzda uchburchak chizadi. Bu yerda mushuk harakatlanadi. O'sha mushukni yashirib ko'rsatadi mana bu heyt. Shunga e'tibor bering. Bu chizilgan chiziqlarni yashirmaydi.